odamimiz bor ekan, bittasi 47% zo'r ishlar ekan, bittasi uni yarmi 22% ekan, qolgan ikkitasi 8%, bittasi 14% ekan. Endi qaranglar, общий kompaniyani sotuv bo'limini foizi qancha chiqadi mana shunda? Qanaqa aniqlaymiz? Yo'q, qanaqa aniqlaymiz? Formulani aytaylik. To'ppa-to'g'ri 4-5 ta ko'rsatkichni qo'shamizda nechiga bo'lib olamiz? 5 ga. Shunda nima chiqadi? O'rtacha biza konversiyamiz qancha? O'shani aniqlab olamiz. To есть necha foizga plan qila olishimizni aniqlab olamiz. Shunaqa 20%. Ya'niki qarang, nimaga 20% muhim biz uchun? Nimaga muhim? Savol. Qarang, eshitib turing. 20% nimaga muhim? Mana bu sotuvchi va bu sotuvchi, 3 ta sotuvchi menda normativdan kam kompaniyani orqaga tortyapti. Mana bu uchun muhim 20. Tushundinglar? Endi men nima ustida ishlashim kerak ertaga kech? 3 ta sotuvchim, birinchi savolim, nimaga normativdan kam sotuv qilyapti? 3 ta brak stanok sizlarni butun ishlab chiqarishinglarni orqaga tortyapti. Agarda edi, mana shu uchalasiga berayotgan pulimizni o'rniga, misol uchun, misol hozir gapiraman. Aniq qilinglar demayapman. Yaxshi bittasini, ya'niki 47 emas, 50% qilib qo'yadiganini qo'shsak, qanchaga oshishi mumkin savdo? Misol uchun. Tushunyapsizlar? Ya'niki biza aniq raqamlarda fikr qila olishimiz kerak. Hozir Doston aka aytayaptilar, men savdoni qanaqa oshirishim kerak deganlarda, biza oldin A nuqtani aniq, toza bilib olishimiz kerak. O'zi nima ahvol? Mana buni nomini hozir biza sizlar bilan qilgan ishning nomini dekompozitsiya deyiladi. Ya'niki parchalab biza tushunib oldik, o'zi ahvol qanaqa korxonada.